Hammaga xayrli tong, sizlar bilan Milmiha. Kecha biz sizlar bilan 15 mingta qadam piyoda yurganmiz. Bugun shuni ko'paytirib 20 mingta qadam Toshkent bo'ylab piyoda yuramiz. Hozirda meni umumiy qadam natijam 2114. Toshkentda yomg'ir yog'yapti. Yoz faslidagi yomg'ir menga juda ham yoqadi. Bunaqa havoda sizlar ham piyoda yuringlar. Hozirda umumiy qadam natijam 4116. Menimcha barcha piyoda yurgan kunlarimdan eng yaxshisi shu bo'ldi, chunki men plufiyofilman. Buni o'zbekchasiga tarjimasini bilmayman, lekin yomg'irli kunda xotirjamlik, ya'ni ichki xotirjamlikni topadigan inson. Hozirda umumiy qadam natijam 7518. Men hozir Ikkinchi ko'prikdaman. Umumiy qadam natijam 9114. Shimoliy vokzalga yetib keldim. Agar qo'limda chipta bo'lganda, hozirroq Buxoroga ketardim va butun yozni o'sha yerda o'tkazardim. Menda hozir ilova 744 kilometr ko'rsatyapti. Buni 15 kilometr qilish uchun ortga qaytib yo'lni davom ettiramiz. Meni xayolimga juda ham ajoyib bitta fikr keldi. Sizlar yaxshi ko'radigan anime, bitta kino va qo'shiqchini yozib qoldirib keting. Agar 70% meniki bilan bir xil chiqsa, men Toshkentda sizlar uchun alohida sovg'a bekitaman va sizlar uni albatta topasizlar. Hozirda umumiy qadam natijam 11774. Ekoparkdagi Ugl sinemani ko'pchilik biladi, ya'ni ochiq kinoteatr menga juda ham yoqadi. Iltimos qachon ochilishini bilsanglar, menga e'tiboringlar. Shu oyning oxirigacha men 3 kilogramm vazn tashlashim kerak. Buning uchun men unli, shakarli narsalarni doimgi iste'molimdan olib tashladim va har kuni 15 mingta qadam piyoda yurishga harakat qilaman. Oxirida o'xshadimi yo'qmi, sizlar bilan albatta bo'lishaman. Hozirda umumiy qadam natijam 16210. Ilova bergan reja bo'yicha 20 mingta qadamni bosib o'tdim. Sizlarga bergan shartimni unutmanglar. Kuningiz yaxshi o'tsin. Hammaga xayr.